Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'daki Ostim Texnik Üniversiteti 25 aprel günü mustamlika cinayeti yığını çağırdı. Yığında Palestin'den Şərq Türkistan'a, Cezayir'den Bosnaga, Çerkeziyadan G'arbiy Trakiyaga, İrlandiyadan Ruandaga kadar uzanğan mustamlikaning ta'siriga uchragan xalqning ovozi anglitildi. Mustamlika va ishg'oliyatga uchragan allarning vakillari bo'ysundirish ostida qolgan, zulmda yangrayotgan xalqning ovozini anglatdi va bu zulmdan qanday qutulish uchun nimalarni qilish kerakligi tushuntirildi. Yig'inga Sharq Turkiston surguni hukumatiga vakolatan Sharq Turkiston surguni hukumatining uchur va aloqa komiteti a'zolari qatnashib, inglizcha va turkcha ikki tilda Sharq Turkistonni tunishtirdi. Sharq Turkistonning turk madaniyatining bo'shigi, nurg'ulg'an turk imperatorligi, padişahlığı, Türk devletlerinin barlıqqa kelgan joyi, O'rta Osiyodagi Sharq Turkiston xalqining ona yurti ekanligi, Xitoyning 1949-yili ishg'ol qilib olganligi, Uyg'urlarni asos qilgan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar qatorliq turk xalqlarining ana makoni bo'lgan Sharq Turkistonning etnik, kultur va siyosiy jihatdan Xitoyning bir parchasi emasligi, Xitoyga qilchimi o'xshamaydiganligi, oldingi asrda ikki qatim madaniy jumhuriyatni e'lon qilganligi, Xitoyning Sharq Turkistonni ag'dirib tashlab, Sharq Turkistonning kimligi, millati va davlat tavalligini o'zgartirish uchun yangi chegara ma'nosida keladigan Xinjiang degan nomni berganligini, Sharq Turkistonning yer ko'lami, chegaralanadigan davlatlar, tabiiy boyliqlari, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidagi ahamiyati, Xitoyning Sharq Turkistonni Xitoyning Yevro-Osiyo quruqligida kuchini namoyon qilish uchun harbiylashtirgan rayonga aylantirganligi, Xitoyning 2020-yili e'lon qilgan Oqtashliq kitobidagi bayonlarga asoslanganda 7.800.000 ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqlari atalmish kasbiy ma'rif markazi deb atalgan lagerlarda tutib turilganligi, lager va turmalardagi chekidan oshgan qiynash usullari, majburiy emgak silish qilmishi, har yili 25.000dan 50.000gacha bo'lgan Uyg'ur yoshlarining organlari uchun o'ldirilganligi, kam degandimi 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolalarining oilasidan ayirib etilib, xitoylashtirishni maqsad qilgan Xitoyning yotoqliq maktablari va doriltamlariga o'rinlashtirilganligi, Uyg'urlarning tug'ilish nisbatining tuvanlab 60%ga tushganligi, 16.000dan ortiq masjid, qabristonlik va muqaddas joylarning vayron qilinganligi yoki xitoylashtirilganligi, Uyg'ur tili, islom dini va an'anaviy kultur odatlarining keng ko'lamda cheklanganligi, Xitoyning bu qilmishlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan moddalarga uyg'un ekanligi bayon qilindi. Oxirida dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun harakatga chaqirdi. Turkiyani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilish kerakligini, Sharq Turkistonning cho'qim Xitoyning ishg'oliyati ostidagi turk davlati deb e'tirof qilinishi kerakligini, Turkiyani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning mustaqillik huquqini qo'llashi kerakligini, Turk davlatlari tashkilotining Sharq Turkiston masalasini oldingi o'ringa qo'yib, rasmiy qo'llashi kerakligini, Turkiyani o'z ichiga olgan dunyodagi davlatlarning xalqaro jamiyatning cho'qim Sharq Turkiston surgunda hukumati bilan diplomatik munosabat o'rnatishi va Xitoyning chegara halqagan bostirishiga qarshi turishi, Uyg'ur musofirlarini Xitoyga topshirib bermasligi kerakligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilik jinoyatining cho'qim xalqaro sud mahkamasiga sunilishi kerakligi, Sharq Turkiston masalasining butkul dunyoning, bo'lib Türk dünyasının, musulmon dünyasının meselesi ekanligi ta'kidlandi. Bağımsızlık mücadelesine destek zamanı gelmiştir. Türkiye, Doğu Türkistan'daki soykırımı resmen tanımalıdır. Doğu Türkistan, Çin işgali altındaki bir Türk ülkesi olarak tanınmalıdır. Türkiye, Doğu Türkistan'ın bağımsızlık hakkını açıkça savunmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı, Doğu Türkistan'ı gündemine almalı ve resmi destek sunmalıdır. Doğu Türkistan sürgün hükümetiyle diplomatik temas kurulmalı ve resmiyet kazandırılmalıdır. Türkiye, sürgündeki Doğu Türkistanlıları korumalı ve Çin'e iade etmemelidir. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve işgal suçları uluslararası ceza mahkemelerine taşınmalıdır. Doğu Türkistan davası yalnızca bir milletin değil, Türk dünyasının ve İslam aleminin ortak sorumluluğudur. Yig'inda mustamlika jinoyatini qandoq bartaraf qilish, hal qilish choralari o'tirg'a qo'yildi va bo'shashmay izchil kurash qilganda masalani taltukis hal qilg'ili bo'ladiganligi alohida ta'kidlandi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Anqaradagi Ostim Texnik Universitetida o'tkazilgan yig'indagi dunyodagi davlatlarga, jumladan Turkiya davlatini o'z ichiga olgan barliq turk davlatlari,
musulmon davlatlaridan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam talab qilib qilgan mazkur xitobi Tribunal India, Print Tory, Asiya xalqaro xabarlari qatorliq tunilgan xalqaro matbuotlarda 27 va 28 aprel kunlari keng turda xabar qilindi. Ozarbayjon bilan Xitoy orasida umumyuzlik strategik o'rtoqlik bayonoti imzolangan. Anadolu xabar agentligining 23 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Ozarbayjon Cumhur Raisligi ishxonasining bayonotida aytilishicha, Ozarbayjon Cumhur Raisi Aliyev Xitoy prezidenti Shi Jinping bilan bir yerga jam bo'lgan. Ko'rishish asnosida Aliyev va Shi Jinping Ozarbayjon Cumhuriyati bilan Xitoy Xalq Cumhuriyati o'rtasida umumyuzlik strategik sheriklik munosabati o'rnatish xitobnomasini imzolagan. Bayonotda taraflar har ikki tarafning yadroliq manfaati, egilik huquqi, bexatarligi va zamin butunligini qo'g'dashda bir-birini qo'llaydi. Ozarbayjon bir Xitoy siyosatini qo'llaydi va Tayvanning mustaqilligiga qat'iy qarshi turdi. Xitoy Ozarbayjon taraf o'tirg'i qo'ygan tinchlik kun tartibini kuchli qo'llaydi deyilgan. Bayonotga qaraganda har qaysi taraflar Xitoyning bir balvoq bir yo'l turi bilan Ozarbayjonning Ipak yo'lini gullantirish davlat taraqqiyot strategiyasi va 2030-yildagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot strategiyasi bilan moslashishni kuchaytirib, o'rtaq zamonaviylashtirishni ilgari surib, texmi yuqori saviyalik uzun muddatlik muqimlik bilan yangi o'rtaq taraqqiyot bo'shlig'i barpo qilishga qo'shilgan. Taraflar xitobnomada savdo va mablag' solish sohasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirish uchun yuqori darajalik organ kapolati bilan ta'minlashni maqsad qilgan erkin savdo kelishimi suhbatini boshlashga tayyor ekanligini eskartgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Ozarbayjon Cumhuriyatining irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyati bilan imzolagan universal strategik sheriklik munosabatini eng kuchli shaklda aybladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining 24 aprel kuni e'lon qilgan buningga aloqador axborotida mundaq deyildi. Bu harakat Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyati, mustamlikasi ostida irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga qilingan ig'ir xiyonatdan iborat. Shundaqla Beijing bilan turk qarindoshlarining dushmani bilan aslo hamkorlik o'rnatmayman deb va'da bergan Ozarbayjonning sobiq prezidenti Abulfaz Elchibey tashviq qilgan turkchilik g'oyasiga xiyonat. Ozarbayjon turk dunyosining sharqdagi qalbi bo'lgan Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, nomini Shinjongga o'zgartgan millionlab Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlariga qamab, ularga bosqinchilik, qisirlashtirish, qul qilishdek vahshiy irqiy qirg'inchilik qilmishini yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik kashfiyotchisi Xitoy bilan munosabatini qo'yiqlashtirdi. Buning natijasida Ozarbayjon ma'naviy ruhning badaliga tijorat kelishimnomasi tuzish va boshqa yeshil energiya turi bo'yicha hamkorlik o'rnatdi. Ishg'oliyatchi Xitoy hokimiyati necha 10 yillardan beri Sharq Turkiston xalqiga qarshi umumyuzlik urush qo'zg'adi. Yuz minglarcha Uyg'ur va boshqa turk ayollari kelajak naslarini yo'qotish uchun qisirlashtirildi. Millionlarcha turk buvoq majburiy onasining qo'sqidan elindi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari o'zlarining kulturiga va kimligiga dushman Xitoy qilib yetishtirilish maqsadida oilasidan majburiy ayirib etilib, ming-yush lagerlarga avatildi. Amma yo'q qilindi. Minglagan masjid, qabristonlik va muqaddas joylar vayron bo'ldi. Turk kimligi, turk tili, dini va madaniyati sistemlik buzg'unchilikqa uchramoqda. 2014-yildan boshlab har yili 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur va boshqa turk yoshlari organlarini yig'ib olish uchun o'ldirildi. Bu zulm izchil davomlashayotganda Aliyev Xitoy hokimiyatining bu qilmishlariga qarta ovozsiz qolmay, avomning Beijingga qarta tasdiqini qo'lga keltirib, atrofliq strategik hamkorlik o'rnatdi. İlham Aliyev tarixdagi eng cho'ng qirg'inchilik va irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mas'ul kishi bilan qo'l elishib ko'rishdi. Shi Jinping hokimiyati millionlagan turk xalqini qatl qilgan, qul qilgan, yo'q qilgan faşistik bir imperialist, mustamlikchi va irqiy qirg'inchilikchi bir diktatordir. Ular bilan birga bo'lish axloqiy qonuniyatning har zarrasini tark qilishdan iborat. Bu diplomatiya emas, balki taslimiyatdir. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamtiminala Apandi İlham Aliyev bu kelishimnomani imzolab, Beijingning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik mustamlikasini ochiq-oshkora qo'lladi. Xitoyga tashviqot qalbida taqilgan arzimas kelishimnomlar va yolg'on va'dalar bilan hurlikni tegishmagan har bir nafar turkka haqorat qildi dedi. Bu xiyonatning eng nachar simvollaridan biri Naxchivan bilan Urumchi orasidagi yangidan e'lon qilingan qarindosh shahar kelishimi. Urumchi bir do'stlik shahri emas. Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonning poytaxti bo'lgan Urumchi asorat, raqamli kuzatish va ishg'oliyat besimining markazidir.
G'oyib qilib etilgan millionlarcha Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining hayotining jimjitligiga g'arq bo'lgan shahar. Bu kelishim Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasini qonunlashtirdi va erkinlik va mustaqillik uchun kurash qilganlarning aslimasini haqoratlaydi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Elchibeyning xiyoli va har turk millatining vazifasi Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qilinayotgan kurashga yordam berish. Ozarbayjon bundoq qilishning o'rniga turk millatining dushmanlarini quchoqlayotidi. Oliya hokimiyati Xitoyga bo'yin egayotidi. Xitoy bo'lsa Sharqi Turkiston va xalqini yo'qotishni davomlashtiryotidi. Bu xiyomat unutilmaydi dedi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati Ozarbayjon Shanxay hamkorlik tashkilotining oshkora hamkorligini shiddat bilan ayblaydi. Bu tashkilot Beijing tarafidan Sharqi Turkiston mustaqillik harakatini bostirish, chet eldagi Uyg'urlarni nazorat qilish, terrorlik bilan kurash qilish nomi bilan irqiy qirg'inchilik va davlat terrori yurgizish bilan vazifalantirilgan. Shundaqla Shanxay hamkorlik tashkiloti Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyatiga qarshi kurash qilishni yo'qotish uchun loyihalangan. Ozarbayjonning bu zolim tashkilotga tutgan pozitsiyasi Muhammad Emin Rasulzoda va Abulfaz Elchibey apandi ishongan bu turklik istiqlol va haqiqat merosidan kishining nomusi kelgudek darajada yiroqlikda. Sharqi Turkiston surgunda hukumati bo'lish sifatimiz bilan Ozarbayjon xalqini va barliq turk xalqini bu qadr-qimmatlarni xotirini asli bo'yicha qadrlashga chaqiriq qilamiz. Bu faqat Sharqi Turkistonning emas, butun turk dunyosi qadrlaydigan qimmatlarga xiyonat qilishdan iborat. Hozir erkinlik bilan zulm, ittifoqlik va sukut orasida tanlash vaqti. Biz xalqaro jamiyatni, hukumatlar, organlar, kishilik huquq tashkilotlari va kishilarni Xitoy va uning sheriklarini irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlikachilikning kengayishidagi bevosita roli uchun javobgarlikqa tortishga chaqiramiz. Hech qanday iqtisodiy manfaat yoki siyosiy qulaylik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning sherikligini oqlay olmaydi. Ozarbayjonning Aliyev hokimiyati cho'qim ayblanish va Beijing bilan imzolangan kelishimlarni, ya'ni irqiy qirg'inchilikchi bir hokimiyat bilan borliqqa keltirgan kishining nomusini keltiradigan bir ittifoqni cho'qim ayblashi kerak. Hozir erkinlik bilan zulm, ittifoqlik va sukut orasida tanlash vaqti. Biz xalqaro jamiyatni, hukumatlar, organlar, kishilik huquq tashkilotlari va kishilarni Xitoy va uning sheriklarini irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlikachilikning kengayishidagi bevosita roli uchun javobgarlikqa tortishga chaqiramiz. Hech qanday iqtisodiy manfaat yoki siyosiy qulaylik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning sherikligini oqlay olmaydi. Xitoyning Sharqi Turkiston davlatiga qarshi urushini qo'llaydiganlar betaraf partiya emas. Ular tarixda bir millatni yo'qotishga qatnashganlar sifatida asli saqlanishi kerak. Sharqi Turkistonga adolat qaytib keladi. Shu chog'da biz kim biz bilan birlikda hamkorlashdi va kim bizga qarshi turdi deganlarni zodimi unutmaymiz. Tushunib yetildiki, bugungi eng chong vazifa millatni ma'naviy asoratdan qutuldirishdir. Tariximizda bir burilish hosil qiladigan bugungi bu davr bizga ushbu vazifani topshirgan ekan, kelajak avlod albatta bugungi bu vazifaning mevasini kutadi. Demak, bundaq bir davrda yashayotgan har bir kishining harakat va faoliyat ilib berayotgan har bir shaxsning bir vazifasi, texmi to'g'ri qilib aytsak, bir milliy burchi bor. Ish odamlari yurtning taraqqiyoti va olg'a besishining ko'yiga kirishi, ilm ahlilari bo'lsa, ko'pchilikni oqartish, bilim tarqitish yo'lida qo'lidan kelgancha ish qilishi lozim. Matbuot va matbuotchilarmi umumining dard ahvoliga, fikri va tushunchasiga tarjimon bo'lishi kerak. Har kim o'z sohasida o'z g'ami va o'z g'oyasi uchun ishlab, so'zlab ketavergan taqdirda, buningdan kelib chiqadigan natija milliy mujodilani unutib, guruh jidili tug'dirishdan boshqa ish bo'lmaydi. Millat va yurt, vatan davosini hal qilish o'rniga o'zaro bo'g'ishishlar, partiya yoki guruh propagandalarini bozorga selishlarmi bizcha bo'lganda ma'naviy asoratdir. Acaba biz kim uchun millatni va xalqni qurbon qilib beryapmiz? Kimlarning manfaati uchun munbarda va'z o'qiyapmiz va kimlarning foydasi uchun millatning ma'naviyatini asir qilib tutib bermoqchi bo'lyapmiz? Oldi bilan bularni o'ylash lozim. Bugun yurtqa va xalqqa xizmat qilaman, yurtning va xalqning baxt saodatini ko'zlayman deb o'tirg'i chiqqan har qanday inson bu ulug' yo'lda hech narsaning yuz xotirasini qilmasligi, imkoniyatining yetishicha fidokorlik ko'rsatishi lozim. Mayli eg'izda, mayli ko'ngilda bo'lsin, xalq, yurt, vatan deyotgan har qanday bir shaxs bu ulug' yo'lda biror guruhning yoki biror iqimning doirasida so'linib qolsa, millatning orzusi va tushanchisini nuqtama-nuqta holatida bilmasa, u chog'da xalq boshqa bir yerda qolgan bo'ladi. Xalq deganimiz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlardan biror farq kutmagan, turlik kasb, turlik jins va turlik maslak iqimidagi to'pluluqlardir.
Xalqparvar bo'lishni xohlagan har bir kishi oldi bilan butkul ma'naviyat hamda bir butun mavjudiyati bilan ushbu insonlar to'pining tushanchisini o'zida muhofazat qilganidek, ularning xususiyatlari, ya'ni millatning ma'naviy xosliqlariga ega bo'lishi lozim. Bugungi milliy mujodala mana bu asosda bo'lgandila o'z istiqomatini, ya'ni to'g'ri yo'lini topgan bo'ladi. Bir guruhga mansub bo'lib, ammo tushunchasi tor bo'lgan va har qanday masalaga biror guruhning hukmi bo'yicha muomala qiladigan bir xalqchi amaliyotda o'zining guruhvoz ekanligini oshkor qilib qo'ygan bo'ladi. Bundaq guruhvozlarning qilgan ish harakati millat va vatan davosini emas, shaxsiyat va guruh g'avg'osini tug'dirg'usidir. Xo'sh, bu to'g'rida bizning tutmoqchi va qilmoqchi bo'lganlarimiz millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi? Bu tugunni yeyish uchun shuni esda tutish kerakki, Sharq Turkiston xalqining orzusiga, tushunchasiga va fikr ideyasiga hech qanday bir guruh va hech qanday bir taraf vakillik qila olmaydi. Xalq uchun ishlamoqchi bo'lgan har bir xalqchi amaliyotda mustaqil bo'lgan va mahdud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir taraf yoki iqimning bo'yinturqiga kirib qolmagan ushbu ma'naviy manbaning bir mahsuli va ya bir tomchisi bo'la olganda, ondan uning jimiy harakati milliy va umumiy bir mohiyatga ega bo'la oladi. Bundaq ahvolda birər guruh, birər sinif yoki birər iqim məslək qavğalarının tug'ilishini ko'rishga imkoniyat qolmaydi. Eng oxirida shu muhokama va mulohazani o'ttirg'a tashlaymizki, bizning tutib olmoqchi bo'lganimiz millat mujodalasidir. Guruh jidili emas. Hech bir guruh xalqqa vakillik qila olmaydi. Chunki xalqning fikri va tushunchasi mahdud emas, balki mustaqildir. Millat mujodalasi yoki guruh jidili nomli maqoladan elindi. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Manba Erkesti 252 son 1949 yili 16 mart. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpten köp rahmat. Kelar qıtımqı programımızda görüşkice Allah'a amanet bolğaysızlar.